chiqarish qilaman degan akalarga 1200 kvadrat metrlik joy topib qo'yganmiz. Katta sex bo'lish uchun juda ham ajoyib. Yangi Hayot tumani Binokor beton zavodi yongina Islom akalar sizlarga 12 sotiq 1200 kvadrat metrlik joyimizni topib qo'yganman akalar. Food Cityga 2 kilometr, Qo'yliq bozoriga ham где-то 1-2 kilometrlik joyimizga kirib kelamiz akalar. Katta hovlimiz bo'ladi. Hovlimizning ikkisini o'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Xonalarimiz ketma-ket joylashgan bo'ladi. O'zingizlar ko'rib o'tishingiz mumkin. Umumiy 2 etaj. Bu tarafimizda ofis uchun joyimizni qilib qo'yilgan. Bu tarafimizda oshxonamiz, sanuzellarimiz joylashgan bo'ladi. Bu yoq qismimizda sizlarga bitta ko'rsatib o'taman. Katta joyimiz bo'ladi. Bu yoqni ishlab chiqarish uchun joy qilib qo'yilgan. O'zingizlar ko'rib o'tishingiz mumkin. Ko'rib o'tinglar akalar, juda ham katta joyimiz. Xuddi shuni ikkinchi etaj ham xuddi shunaqa variantda joylashgan bo'ladi. Endi sizlarga bu yoq qismimizdan bitta ko'rsatib o'taman. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Bu yoq taraflarimizda sanuzel, umumiy 4 ta sanuzelimiz joylashgan. Bu yoq qismimizdan sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, bu yoq tarafimizda bitta ofis uchun joy, ikkinchi etajimizda sizlarga bu yoq qismimizdan bitta tushuntirib beraman. O'zingizlar ko'rib o'tishingiz mumkin. Xonalarimiz juda ham issiq, ishlab chiqarish uchun juda ham ideal. Xuddi shu joyimizdan ikkinchi etaj ham xuddi shunaqa variantda joylashgan bo'ladi. Hamma qulayliklari bor. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan umuman muammosiz. Tok okalar juda ham ideal variantda qilib qo'yilgan. Narxini sizlarga $650 ming berib yuboramiz. Pastdagilar nomerini qoldiraman. O'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.